Endi ikkinchi vazifaga o'taylik. Faza kuchlanishi 440 VAC bo'lgan fazali o'zgaruvchan tokni kuchlanishi 24 VDC bo'lgan o'zgarmas tokka aylantiruvchi konverter sxemasi deb qo'yibdi. Mana bu yerda e'tibor beradigan narsalar qaranglar. Qaysi bloklardan foydalangan holatda shu vazifani bajarishimiz kerak. Bu yerda boshqacha, bu yerda boshqacha. Shu vazifani mana bu vazifani mana shu bloklar bilan foydalanib bajarsak bo'ladi, bajarib ko'rganmiz. Umuman olganda agar shunaqangi bajaradigan bo'lsangiz imtihonda buni men noto'g'ri deb hisoblamayman. Bor yo'q 1-2 ball pasaytirib berishi mumkin, lekin ayni to'g'risi qanaqa bo'ladi? Biz mana bu bloklardan foydalanishimiz kerak. Simscape Electrical Foundational Library, hamda Simplink. Xo'p, mana bu blok bizga kerak emas. Biza Simscape Electrical mana bu Foundation Library mana shunday foydalanishimiz kerak. Foundation Library ochdik, Electrical ochdik. Bizga естественно Electrical Sources kerak. Electrical Sources ichida biz AC current source olamiz. Bizga bundan tashqari, AC current source olamiz, AC voltage source olamiz. Kuchlanishini, tok manbayining kuchlanishini 440 volt qilib belgilab qo'yaylik. Va hamda chastotani 50 Hz qilib belgilab qo'yaylik. Aslida chastota bu yerda muhim emas hozircha. Va bizga transformator kerak bo'ladi. Electrical elementslarni ichini ochadigan bo'lsak, mana bu ideal transformer degan narsa, ya'ni ideal transformator degan blok bor. Rasmiyni sal kattalashtirib olaylik. Tok manbani transformatorga ulab qo'yamiz. Xo'p, mana bu transformatsiya koeffitsiyentini belgilaymiz. Xo'p. Transformatsiya koeffitsiyenti biza nima degani? Ya'ni transformator kuchlanishni necha barobar pasaytiryapti. Ya'ni biza kuchlanishni 440 voltdan 24 voltgacha tushirishimiz kerak. Agar kalkulyatorni ochib hisoblaydigan bo'lsak, 24 ni 4 yoki teskarisi 440 ni 24 ga bo'ladigan bo'lsak, 18, taxminan 18 barobar 18.3 barobar kuchlanishni tushirishimiz kerak. Xo'p, endi ikkilamchi ilg'amlar tomoniga biza qarshilikni ulab qo'yamiz. Qarshilik mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan. Buni nomini rezistor deyiladi. Ya'ni biza bundoq tizimni tortib turib rez yozadigan bo'lsak, mana rezistor chiqib keldi. Oldikda ulab qo'ydik. Qarshilikni biza ko'proq qilishimiz mumkin. Ko'proq qo'yaylik. 1000 ohm qo'yaylik. Yana o'sha. Endi agar mana shu yerda biza run knopkasini bosadigan bo'lsak, bir nechta xatoliklar yuzaga keladi. Ya'ni birinchi xatoligimiz mana bu fizik modelni hisob-kitob qilish uchun bizga solver configuration degan narsa kerak bo'ladi. Solver configuration biza SOLV yozsak, mana chiqib keladi. Solver configuration mana bunday blok. Bu haliga aytgandek, mana shu modelni simulyatsiya qilayotgan paytda qaysi metodlardan foydalanib hisob-kitob qilish, shunga o'xshagan bir parametrlarni belgilab beradigan blok hisoblanadi. Solver configurationda mana bu modelni ixtiyoriy joyga ulab qo'yamiz. Bu yergami, farqi yo'q. Qayerga bo'lsa ham ulab qo'yamiz. Endi Foundation Library yoki Simscape Electrical dagi bloklarni dan model tuzgan paytimizda bir juda bir muhim narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Biza mana bu tok manbai transformatordan mana bu chap tomoni bitta elektrik tizim, o'ng tomoni yana bitta alohida elektrik tizim. Mana shu ikkita alohida elektrik tizimlarni hammasini
обязательно bir tarafini yerga ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Odatda yerga mana bu tok manbaini massa qismini yerga ulaymiz. Mana bu yerda sim tortib turib mishkani o'ng knopkasi bilan ref yozadigan bo'lsak, electrical reference kelib chiqadi. Ya'ni bu xuddi zazemleniyaga o'xshagan narsa-da. Narginda biz mana specialized power systems degan bloklarda biz ground deb belgilaylik, bu yerda reference deb belgilaymiz. Xuddi shunaqangi transformatorni ikkilamchi chulg'amidagi tarafidagi massani ham mana shunaqangi reference qilib belgilab ulab qo'yamiz. Mana shunda bizda F5 yozadigan bo'lsak, bizda hisob-kitob bo'ladi. Endi biz nimani o'lchashimiz kerak? Mana bu yozib qo'yibdi. Tok manbai faza kuchlanishining vaqtga bog'langan grafiki hamda olingan o'zgarmas tok kuchlanishining vaqtga bog'langan grafiklarni olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni buning uchun bizga mana bu electrical sensorsning ichida voltage sensor kerak bo'ladi. Ya'ni kuchlanishni o'lchovchi qanaqadir bir blok kerak bo'ladi. Buni nima qilishimiz mumkin? O'sha manki joylashtirdik. Bunda ulab qo'ydik, mana yo'g'ini bunda ulab qo'ydik. Buni mayli qanaqadir bir V in deb belgilaylik. Bu tomonga yozuvni bu yoqqa qisib qo'ydik. Xuddi shunaqangi ikkilamchi chulg'am tomonga ham bitta voltmetr qo'yamiz. Buni V out deylik. Plusni plus tomonga, minusni minus tomonga ulab qo'ydik. Endi e'tibor bersanglar, mana bu port bizani oddiy mana bu voltage measurement blokidagi mana bu portga o'xshash emas. Ya'ni e'tibor beringlar, ikkalasi boshqacha. Mana buni men to'g'ridan-to'g'ri skopga ulab qo'ysam bo'lardi. Lekin mana bu portdan chiqayotgan signalni men skopga ula olmayman. Ulanmaydi. Chunki bu boshqacha portda. Ya'ni bu betdan chiqayotgan signal bu fizik signal hisoblanadi. Mana bu voltage measurementdan chiqayotgan signal esa bu matematik signal hisoblanadi. Endi mana bu fizik signalni avvalambor men matematik yoki bo'lmasam Simulink signaliga aylantirib olishim kerak. Buning uchun bizda konverterlar bor. Mana bu yerda utilitasining ichida mana bu PS Simulink converter degan konverter bor. Ya'ni yoki bo'lmasam physical signal Simulink converter. Mana shu konverter bizga kerak bo'ladi. Buni oldim. Mana bu signalga uladim. Xuddi shunaqa yana bitta konverter mana bu yerda ham kerak bo'ladi. Ya'ni PS Simulink converter. Mana shu ikkita chiqayotgan signallarni endi men to'g'ridan-to'g'ri skopga ulashim mumkin bo'ladi. Xo'p, endi mana shu yerda menda modelim simulyatsiya bo'ladi. F5 bitta bosdim, grafikni ochdim. Grafikni ochganimdan keyin mana bunaqangi bir natijani ko'ryapman. Natijaga e'tibor beradigan bo'lsam, menda kuchlanish ikkilamchi chulg'amdagi kuchlanish menda 24 voltga ko'tarilyapti, lekin bu o'zgaruvchan -24 bilan +24 orasida yuribdi. Xo'p, endi bu nima qilishim kerak edi? Mana buni o'chirib tashlayman-da, mana shuni orasiga men diodni mos qo'yishim kerak. Diod. Ya'ni diod deb yozadigan bo'lsam, menda 3-da paydo bo'layotgan blokni ko'raman. Diod Foundation Library Electrical Elements. Ya'ni mana shu blok kerak bo'ladi menga. Ya'ni buni aylantirib tepaga qaratib olaman. Bu menda faraz qilaylik D1 bo'lsin. Shundan ikkinchisi ham bor menda. Bu ikkitasini kopiya qilib turib, yana mana bunda qo'yib joylashtirib qo'yaman. D3 D4 ham paydo bo'ladi. Transformatorni bir tomoni bu yoqqa, ikkinchi tomoni bu yoqqa uladim. Mana bu joydagi electrical reference o'zim joyiga olib kelib ulab qo'ydim. Endi mana bu rezistorni men bunaqangi bitta aylantirib olaylik. Rezistorni men olib kelib joylashtirdim. Buni olib kelib bu yoqqa uladim. Mana bu yoqqa uladim. Buni olib kelib bu yoqqa uladim.
uradim. Bo'lmaganda rezistorni olib kelib joyiga ulab qo'ydim. Endi hop, menga nima kerak? Menga parallel ulash uchun kondensator kerak. Kondensator bu electrical elementsning ichida joylashgan. Mana bu kapasitor deb nomlanadi. Kapasitor bitta aylantirib qo'ydim, uni olib keldimda qarshilikka parallel qilib ulab qo'ydim. Endi kondensator sig'imini mana resistance degan joyga tegmayman, sig'imini biroz ko'tarib qo'yaman. 10 darajasi -3 farad bo'lsin yoki bo'lmasam 1000 mikrofarad bo'lsin. Bitta simulyatsiya qiladigan bo'lsam, menda natija ko'rinadi. Qanaqangi ma'noda? Mana bu natijani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda 24 voltga yetmayapti-yu, lekin 22,5 va 22,7 volt kuchlanish orasidagi o'ynab turgan почти что o'zgarmas kuchlanishni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. В принципе, mana bu yerda transformatsiya koeffitsiyentini ozgina o'zgartiradigan bo'lsak, mana bu yerda kuchlanishimiz ozgina ko'tariladi. Mana 22,8 voltdan ozgina ko'tarildi. Ya'ni 18 marta kichraytiraylik. Mana bu yerda biz taxminan o'zimizga kerakliga yaqinroq natijani oldik. Mana shunaqani o'zi bizga yetarli hisoblanadi. Agar shunaqangi vazifani shunaqangi bajarib beradigan bo'lsanglar, men sizlarga maksimum ball qo'yib berishim mumkin bo'ladi.